Baliq burchidagilar, demak, noyabrda sizlarni nima kutmoqda? Kelinglar shu mavzuda ko'ramiz. Demak, bu Rohiba Taro. Shaxsiy bog'lanish uchun nomerim 930 09 Telegram, WhatsAppdan javob beraman. Demak, baliq burchi vakillarimiz bizda 21 fevraldan 20 martgacha bo'lgan sanalarda tug'ilgan kunini nishonlaydiganlar kiradi. Demak, baliq burchi energiyasi noyabrda. Baliq burchi vakillari shaxsiy hayoti noyabrda. Baliq burchi yana bitta tashiydi shaxsiy hayoti. Nima bo'lyapti shaxsiy hayotlarda? Baliq burchi energiyasi ish yo'llari, pul yo'llarida ikkita karta tushib ketdi. Demak, ikkita bo'lishi kerak. Xo'p. Baliq burchi sog'lig'i bu yerda ham ikkita tushib ketdi noyabrda. Demak, baliq burchi nimadan ehtiyot bo'lishi kerak noyabrda? Tushunarli. Demak, baliq burchi energiyasi deb ko'rib bo'ladigan bo'lsak, bu yerda bizda devatka jezl kartasi tasvirlanibdi. Demak, bu oyda baliqlar ehtiyotkor va demak himoya holatida bo'ladi. Siz avval yondirishga uringan ishlaringiz saqlab qolishga harakat qilasiz. Noyabrda demak kuchingiz ozaygandek tuyulishi mumkin. Energiyangizda demak charchoq tuyulishi mumkin. Lekin sizning demak bu yerda ko'rib turganimizdek juda ham mana charchagan holatda bo'lsa ham yigitimiz tek oyoqda tasvirlangan. Demak, biz ko'rishimiz mumkin, sabringiz bilan g'alaba qozona olasiz. Bu yerda energiyangizda shu sal qiyinroq energiya bo'lsa ham, lekin mana shu sabringiz bilan o'tib keta olasiz deb ko'rsatyapti. Chunki bu yerda shaxsiy hayot bilan bog'liq. Shaxsiy hayotda nimalarni ko'ryapmiz? Peterka jazlov и 8 mechey kartamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu to'qnashuvlar kartasi. Demak, munosabatlarda ko'rishimiz mumkin, baliqlar sal ehtiyot bo'lasiz, tortishuv, tushunmovchiliklar bo'lish ehtimoli katta deb ko'rsatadi bizga bu karta. Demak, fikrlar to'qnashuvi, mana shunaqa kelisha olmaslik holatlari bo'lishi mumkin. 8 mechey esa mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qizimizni demak qo'l oyog'i bog'langan, yonida demak mechlari suqilingan. Bu yerda o'sha demak ko'rishimiz mumkin, harakat qilsangizda munosabatlarda misol uchun o'sha harakatingiz o'xshamasligi mumkin ekanligini. Keyin bu holat shaxsiy hayotda tushganida nazar, nafas, qo'l oyoq bog'langan holatda tushadi. Ya'niki, может o'sha sal ehtiyot bo'ling, suralar o'qing, boshqa qiling. Ya'niki, demak, nazar, nafas yoki sehr mana shunga o'xshash holatlar bo'lishi ham mumkin deb ogohlantiradi shaxsiy hayotingizga nisbatan. Yolg'izlar faqat bu oyda baliqlarimiz demak yolg'iz bo'lishadi. Endi biz ko'radigan bo'lsak, zato bu yerda ish yo'lingiz, pul yo'lingiz desak, lekin yaxshi. Demak, bu yerda tuj jezlov и ritsar mechey kartalar tushyapti. Demak, biz ko'rishimiz mumkin, ishda yangi boshlanish, demak, kuchli imkoniyat paydo bo'ladi deb ko'rsatyapti. Demak, bizga mana bu ritsar mechey kartamiz nimani anglatadi? Demak, sizga yangi bir boshlanish kelyapti ishingizda yoki demak yangi joy, yangi taklif, yangi pul kelish oqimi, mana shunaqa holat kelayotganini ko'rsatyapti. Lekin ritsar mechey bu imkoniyatni tez va oqilona foydalanish zarurligini ko'rsatadi. Tezlik bilan demak qaror qabul qilishingiz kerak. Shoshqaloqlik qilmasdan strategiya bilan harakat qiling. Demak, shu oyda shu uchun sizda moliyaviy yutuq, moliyaviy erkinlik bo'ladi. Qanaqadir o'sha yangi imkoniyat kelyapti sizda. Tez fikrlab, tez u imkoniyatni qabul qilish kerak, faqat demak o'ylab chiqqan holatda. Endi sog'lig'ingizda bo'ladigan bo'lsak, biz nimani ko'ryapmiz? 6 pentakl и 7 kubkov kartamiz tushyapti.
tanangizga g'amxo'rlik qilishingiz kerakligini bizga shesтерка pentakl kartasi ko'rsatadi. Yetarli dam olish, demak sog'lom ovqatlanish va muvozanatli rejim zarur. Juda ham ko'p o'y-xayollaringiz bor ekanligini ko'ryapmiz. Noyabr oyida mana Semirka kubkov kartamiz. Demak, juda ham ko'p o'y-xayollarni ko'rsatadi. Mana shu juda ham ko'p o'y-xayollaringiz sizni demak charchatib qo'yishi mumkin ekanligini ko'rsatadi, stressga olib kelib qo'yishi mumkin. Shu sababli ham demak juda ham ko'p o'ylovlardan ehtiyot bo'lishingiz kerak sog'liq taraflama. Endi nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Mana shaxsiy hayot bilan bog'liqda bu narsa, tushunyapsizmi? Shaxsiy hayotingizda nimadir bo'lyapti. Mana bu yerda ham endi mana nimadan ehtiyot bo'lishimiz kerak deganda aldamchilik, ikkiyuzlamachilikdan ehtiyot bo'ling. Demak, bizda sevgida bo'lishi mumkin deb ko'rsatyapti. Demak, siz kimdir sizni o'sha ishonchingizni suiiste'mol qilish ehtimoli bor ekanligini ko'rsatyapti. Demak, bu yerda kimdir o'sha ayyoroni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yigitimiz ayyoroni qilichlarni o'g'irlayapti. Bu yerda o'sha kimdir ayyoroni shaxsiy hayotingizga aralashish istagi bor yoki o'sha boshqa bir kuchlar orqali aralashayotgan bo'lishi ham mumkin. Yoki o'sha o'zingizni partnyoringizdan ham demak kerak bo'lsa ehtiyot bo'lishingiz kerak bu yerda. Kimdir sizdan foydalanmoqchi. Demak, noyabr oyida baliqlar juda ham mana bu energiyada bo'lganingiz ham to'g'ri. Mana boshida aytib o'tdim-ku, sizni energiyangiz noyabrda demak himoyada energiyada bo'lasiz. Mana ko'rib turganingizdek, boshiga qaytarsangiz aytib o'tdim, ehtiyotkorlik va himoya holatida bo'lasiz deb. Bekorga emas ekan, chunki noyabrda sizni aldashga urinishadi. Shu sababli demak baliqlar noyabr oyi sal sinovli, ehtiyot bo'lib, demak keyin noyabr tugagandan keyin qaytib kelib yozib qo'yarsizlar nima bo'lganini. Hammanglarni yaxshi ko'raman, sog' bo'linglar.